Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Yana bir marta bugun sizlar bilan exam advice darsimizni o'tamiz, okay? Exam advice. Before starting, let's check everything carefully. So I started the recording and I also posted to our Telegram channel. Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman dars oxirida, okay? Yuklanib bo'lgandan keyin. Xo'p, menga yozinglarchi birinchi. So far so good. Hozircha hammasi yaxshimi? Ekran, ovoz yaxshi ko'rinyaptimi? Telefondan qarab turaman, yozaveramiz, okay? Mavzuga qo'yapman exam advice. Ya'ni imtihon uchun kerakli bo'lgan maslahatlar. Okay, menimcha hammada yaxshi ekran, internet bo'yicha muammo yo'q. Kecha Telegramda unchalik yaxshi dars o'tolmadik. Okay, yaqinda Zoomda o'tamiz. Zoomda internet yaxshi ishlaydi, bilasizlar, qatimaydi. Prям hamma yo'q chotki bo'ladi. Hozircha hammasi yaxshi ekan. No, let's start. Xo'p, bugun sizlar bilan gaplashamiz ekan. Nima yozaylikda birinchi shu yerga the day before the exam. Imtihondan bir kun oldin nima qilish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, shular haqida gaplashamiz. Keyin sizlar bilan listening bo'yicha gaplashamiz. Keyin reading bo'yicha gaplashamiz. Writing bo'yicha ham gaplashamiz ekan. Keyin o'sha hamma bilgan time management. Ya'ni vaqtni qanday boshqarishimiz kerak. Nima qiladigan bo'lsak, biz tezda ulgurib imtihonni bir zumda ishlab chiqamiz, okay? Xo'p, the day before the exam. Kellar bo'lmasa, shundan boshlaylik. Imtihondan bir kun oldin nima qilish kerak? Xo'p, birinchi shu yerda sizlarga yozib o'tib ketyapman. Do not try to do mock tests deyapman. Mock testlar ishlashga harakat qilmanglar, urinib ham ko'rmanglar, chunki bir kun qolganda mock ishlashning keragi yo'q. Shuncha payt mock ishladinglar yetadi. Keyin endi bir kun qolganda mock ishlash unchalik katta foyda bermaydi. Masalan, shu paytgacha mock ishlagan bo'lsangiz, balingiz balandroq chiqqan bo'lsa, bir kun qolganda ishlasangiz hammada bo'ladi. Bu past chiqib qolsa, nima deydi, stressful bo'lishi mumkin sizga. Kuchli bosim qo'yishi mumkin, pressure qo'yishi mumkin, okay? Shuning uchun mocklarni yig'ishtirib qo'yamiz. Bir kun qolganda, lekin bir kun qolgungacha siz qancha mock ishlagansiz, u o'zingizga bog'liq, okay? Practice qilgan bo'lsangiz, bir kun qoldimi, bo'ldi, keragi yo'q. Uni o'rniga qarang. Try to improve your lower skill deyapman. O'zingizni pastroq bo'lgan skillingizga e'tibor qarating va uni to'g'rilang. Bu bilan nima demoqchiman? Допустим, kimdir reading bilan qiynalar, kimdir reading part 5 da qiynalar, to'g'rimi? Kimdir reading part 3, o'sha matching heading savol turida, kimdir listening part 4, maps da qiynalar yoki da bo'lmasam part 3 speakers mavzusida qiynalar. O'shalarga e'tibor beringlar. Mock ishlagandan ko'ra o'sha katta foyda beradi. Okay? Keyin try to spend your time with your family members or friends deyapman. Do'stlaringiz bilan yoki bo'lmasam oila a'zolaringiz bilan vaqt sarflashga harakat qiling, okay? Chunki bu imtihonda jinday unutishga nima deydi, sal foydaliroq. Unutish deganimni nima nazarda tutyapman? Sal miyani bo'shatib, o'ziga keltirib olish uchun, okay? Shunaqa, ba'zilar uxlashni yaxshi ko'rar, ba'zilar dam olishni yaxshi ko'rar, ba'zilar televizor ko'rishni yaxshi ko'rar, ba'zilar o'zining hobbisi bilan shug'ullanar. Shularni qilishni maslahat beraman. Okay? Bir kun qolganda faqat shunaqa narsalarga e'tibor beraylik. Endi listening bo'yicha gaplashamiz. Listeningda o'zi bilasizlar, overall deyapman shu yerda, overall 6 parts, 6 ta part bo'ladi. O'sha hamma bilgan part 1, part 3, part 4, part 5, keyin part 6. O'shalarni ham bir yo'li yozib o'tib ketaman. Shu yerga qaranglar. Overall 6 parts. 6 ta part bor ekan. Ya'ni o'sha bizda bor part 1 bor. Part 1 bu nimaga to'g'ri keladi? Nima? Choose the best response. To'g'rimi? Har bitta savolga mos javob tanlash bo'lyapti ekan. Undan keyin bo'ladi bizda part 2 bor. Part 2 bu ya'ni o'sha note completion savol turi bo'ladi. Keyin bizda yana part 3 bor. Part 3 nima bo'ladi bizda?
speakers bo'ladi. Speakers savol turi bo'lyapti. Keyin bizda bor part 4 bu maps ga to'g'ri keladi. Keyin part 5 bor yana. Part 5 ya'ni bu endi to'g'ri keladi. Extract mavzusi to'g'rimi? Extracts. Oh my god. Keyin bizda bor what the hell is happening? Part 6 bor bizda. Endi bu nima deydi? Bu ham note completion savol turiga kiradi. Shunaqa listeningda 6 part bor ekan. Part 1, part 3, part 2, part 3, part 4, part 5 and part 6. Shunaqa partlar bor ekan. Listeningga bularga qanday yondash kerakligini shu time management aytib o'tib ketaman. Prosta sizlarga overall ma'lumot berib ketyapman. Okay? Listeningda shunaqa bo'ladi. Keyin shu yerda aytyapman, qarang. In the real katta harf yozadi shuni in the real exam the audio will be played twice. Deyapman. Imtihonda haqiqiy imtihonda sizga listeningni 2 marta qo'shib berishadi. Xoh siz C1 levelda o'qituvchi bo'ling, xoh Cipher bo'yicha expert bo'ling, sizga 2 marta qo'yib berishadi. Ba'zilar aytadi, agar C1 levelda bo'lsa 1 marta qo'yib berishadi deydi. Yo'q, bu xato. Doim 2 marta qo'yib berishadi, faqatgina Cipherda. Okay? Xavotir olmaymiz. Keyin endi readingga keladigan bo'lsak, reading qanaqa bo'ladi bizda? Readingni ham hamma bilsa kerak. Bunda ham overall qancha part bo'ladi? Overall 5 parts. Bu yerda ham overall 5 parts. Shunaqa part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Shunaqa bo'ladi. Part 1 da endi gap fill bo'ladi. Part 2 da ham bu mini matching headings deb olsa bo'ladi deganman. Part 3 real matching headings bo'lyapti. Part 4 true false not given bo'lib ketadi. Part 5 multiple choice bo'lib ketadi. Okay? Bularni yozishim shart emas. Endi writingga keladigan bo'lsak. Writingda qanaqa bo'ladi o'zi? Writingda ham overall 3 parts deb qo'yapman. 3 parts. 3 ta partlarga bo'lingan. To'g'rimi? 3 ta partlarga bo'lingan. Endi ular qaysi deydigan bo'lsangiz, shu yerda aytayapman, mana part 1.1 bizda bo'lyapti. Informal latda. Keyin bizda part 1.2 bor bizda formal lara bo'lyapti. Keyin bizda part 2 bor. O'sha hamma bilgan, ya'ni o'sha blog posts yoki deb bo'lmasam buni qavsiya yozib qo'yapman. Forum posts ham deb nomlab olishadi. Okay, forum posts yoki deb bo'lmasam blog posts bo'ladi. Ikkalasi ma'nosi bitta. Shunaqa gaplar bo'lyapti ekan nima bo'yicha? Writing bo'yicha. Okay? Shunaqa. Bularni ham pastga tushirib qo'yamiz. Keyin shu yerda yana nima? So far so good. Tushunyapsizmi? Ora-orada qarab turaman ekranga. Qanaqa ketyapti? Okay. Okay. So let's move on. Keyin shu yerda sizlarga nima? Writing sheetni ham ko'rsatib ketishim kerak edi o'zi. O'shani ham bir ko'rsatib ketaman hozir. Just a second. So we're writing books, writing tasks too. Mana shu yerda ekan. Buni keyin tushuntiraman hozir. Mana writing uchun beriladigan sizlarga qog'oz. Shuni can I screen
shuni olaylik. Shuni sal kichikroq qo'ysam, ko'rinsa kerak a. Shu yetadi mana masalan. Kichikroq yana. Keyin task 2'nikini ham olishim kerak bir yo'li. Mana task 2 ham shu yerda bor. Task 2. Mana ko'rishingiz mumkin, sizlarga imtihonda shunaqa qog'oz beriladi. Writing part 1.1 uchun mana bitta qog'oz beriladi o'zi, bitta qog'oz beriladi. Mana bitta yarmi part 1.1 ya'ni informal layer uchun, yarmi part 1.2 formal layer uchun bo'lyapti. Shu yerga mana qilib mana yozib qo'yadi, part 1.1 deydi. Допустим, aytaylik bu kelishi mumkin. Mana shu yergacha keladi. Shu yergacha bo'lgan joyda sizlar part 1.1 da yozasizlar. Ya'ni informal layerni yozasizlar. Bu yerga bemalol bir 100 ta so'z sig'dirsa bo'ladi. O'zi imtihonda 50 ta so'z yozish kerak, to'g'rimi? Shunaqa. Keyin bu yog'i bizda bo'lyapti part 2, buni part 1.2, buni orqasi ham bo'ladi bo'shi. O'sha yog'iga part 1.2 deb yozib olasiz, o'sha 120 tagacha, to'g'rimi? O'shangacha bemalol yozib chiqsanglar bo'laveradi. Part 2 ga alohida qog'oz beriladi. Hammasiniki bitta bo'lmaydi. Part 1.1 bilan 1.2 niki bitta, part 2 ga alohida. Shundan orqa beti ham bo'ladi. Shunga sizlar part 2 da yozaverasizlar. Shunaqa bo'ladi writing sheet. Okay, answer sheet shunaqa bo'ladi. Writing diki bu. Shuni ham tushuntirib o'tib ketay bilmaganlar uchun. Okay? Shunaqa gaplar. Endi kelinglar sizlarga imtihonda javoblar varaqasini qanday to'ldirish kerak. O'shalarni ham aytib o'tib ketaman bir yo'la. Qarang. Shu yerda answer how to work with answer sheet deyapman. Qanday qilib answer sheet bilan, ya'ni javoblar varaqasi titul bilan ishlanishi kerak. Shu yerda o'shani ham screenshot qo'ylaydi bir yo'la. Xo'p, qaraymiz. Answer sheet mana sizlarga beriladigan o'sha titul varog'i. Buni qanday to'ldiriladi o'zi? Qarang, shu yerda bilmaganlar uchun, bilganlar ham bor buni, lekin bilmaganlar uchun tushuntirib o'tib ketaman. Shu yerda ko'ryapsizlar, mana menga ism familiya yozasiz. Familiya deb qo'ygan, ism, otangiz ismi, pochta, bu narsalar qilib qo'yib chiqamiz. Bu yog'iga tegmaymiz, bu yog'iga ism familiya yozilmaydi. Bu qachon yoziladi? Imtihondan chetlashtirsangiz, shu yerga ism familiyangizni yozasiz. Okay? Bu yerga siz tegmaysiz, mana shu yerga yozib qo'yasiz. Hozir mana shu yerdagi oldin raqamlar bo'yalardi. Hozir bo'yalmay qolgan. Bu yerga ham tegmaymiz. Bu yer ham o'sha narsa. Prosta ism familiya otangiz ismi imzoingizni qo'yasiz. Keyin mana bu tomoni listening. Bu tomon polni birinchi tomon listening mana. Bo'lib qo'ygan o'zi. Bu tomoni reading mana. Чтение deb qo'ygan mana o'qish uchun. Keyin bu yog'i tinglab tushunish uchun ekan. To'g'rimi? Keyin bularni qanday bo'yash kerak? Qarang, shu yerda bir nima deydi? Metod ko'rsataman. Bunday qilib bo'yash xato. X qilib qo'ysangiz yoki bo'lmasa bunday qilib qo'yish ham xato sanaladi. Yoki bo'lmasa bunday pitichi qo'yib qo'yish ham xato sanaladi. Okay? Buni eng to'g'ri bo'yash usuli mana. Ichidan olib chiqib mana to'liq bo'yash kerak o'zi aslida. To'liq bo'yash kerak. Qanday bo'lib ketyapti men ekan. Qarang. Mishka yo'ligi uchun jinday qiynalib qolyapman. O'chiraylik-da shuni boshdan. Sekin ko'rsatmasam. Shunday mana san'at asari shu mana. Shunday qilib to'liq qilib bo'yashimiz kerak bo'lyapti. Okay? Manaqa tire, pire yoki bo'lmasam ptichka, x hammasi xato sanaladi. Ming to'g'ri javobingiz x ga bo'lgan bo'lsangiz ham o'shani nima deydi? Kompyuter, ya'ni o'sha nima deydi? Bironta bir texnologiya tekshiradi-yu, o'shanda xato bo'ladi. Mana to'liq bo'yashinglar kerak bo'ladi. Okay? Jinday chizig'idan chiqib ketdi. E'tibor beramiz, aytib qo'ydim. To'liq bo'yaylik ichini. Chala qolib ketmasin. Okay? Chala qolib ketmasligi kerak. Shunday ichidan bo'yab chiqib to'liq qilamiz. Keyin shu yerda
patchularda bilasizlar, ABC bo'lmaydi, bunaqa gaplarni yozish kerak, so'zlarni yozish kerak, to'g'rimi? Shu yerda nima deb qo'ygan? Qarang, lotin bosma katta harflarda yozing deb qo'ygan. Ko'rga hassa u ham. Mana напишите латинскими большими прописными буквами deb qo'yibdi. Rus tilida gaplashuvchilar uchun, o'zbekchani tushunmasangiz ruschasi ham bor pastda. Mana example qana yozgan, hammasi katta harfda yozilganmi? Javoblarni ham shunaqa qilib katta harfda yozing. Masalan, ko'p joylarda hozir example o'rniga mana katta alfabetdagi barcha harflarni kattasini yozib qo'yadi tepasiga. Mana A, B, C, D va hokazo ketaveradi oxirigacha. Okay? Shunaqa qilib katta harflarda yozib qo'yishadi. Xo'p, masalan aytaylik, harflarni yozolmaydiganlar ham bor. Masalan, G qanday yoziladi, I qanday yozamiz? Shularni ham aytib o'tib ketaman. Masalan, mana I mana bitta tayoqcha qilib yozib qo'ysangiz ham to'g'ri bo'laveradi. Okay? Yoki bo'lmasam I ni mana bunday qilib turib, pastidan bitta chiziqcha, tepasidan bitta chiziqcha qilib yozsangiz ham to'g'ri. Ikkalasi bitta narsa. Okay? Yo buni yozing, yo buni yozing. Masalan, chiziqchani yozaman, to'g'ri chiqadi doim. Bu ham to'g'ri chiqadi. Qiynalsangiz shuni yozing, bo'lmasa to'g'ri bitta chiziqcha qilib qo'ying. G qanday yoziladi deydi. G ni mana bunday olib kelasizlar mana. Bunday olib kelib mana bunday qilib qo'yasiz. Mana shu G bo'ladi mana. Shu G. Okay? Shunday yozamiz. Keyin U ni qanday yoziladi deydi. Mana U ni ham bunday qilib qo'yasiz mana. U shu. Okay? Tekisroq qilib yozamiz. Keyin V, masalan qarang. V ni bunday olib tushasiz. Bunday olib tushasiz. Uchliroq bo'ladi uchi. Mana bunday qilib qo'yasiz. Mana shu V. Mana U. Okay? Shunday qilib yozamiz ekan. Mana qilib a'larni o'zimizcha bunday qilib turib olib chiqib, bunday gulli simon qilib yozmaymiz, xato sanaladi. Okay? B'larni ham bunday olib chiqib aytganimda gulini qo'yib turib, bunday qilib turib mana bunday olib chiqmaymiz. Bu ham xato sanaladi. B'ni to'g'ridan to'g'ri mana oddiy mana shunday qilib lotin bosma harflarda yozib chiqishimiz kerak. Okay? O'xshamadi. Boshqatdan qarang mana. Bunday olib tushamiz tayoqchani. Bunday olib tushasiz. Kimdek qilasizmi? Bitta, ikkita. Mana shu B mana. Shunaqa qilib yozamiz. Mana qilib gulli qilmaymiz. Okay? Shunaqa o'zgarishlar. Kichkina harfni yozmanglar. A da masalan bunday qilib turib, mana A emasdan mana bu ham A, to'g'ri kichkina bu. Katta harflarda yozaylik. Okay? Shunisiga ham ko'pchilik e'tibor bermay, kichkinada yozib qo'yadiganlar ham bor-da. Unaqa qilmaymiz. Katta harflarda yozishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa. Endi time managementga keladigan bo'lsak. Time management tushuntirishdan oldin shu yerda sizlarga mana aytaman deyotgandim. Shu yerda esdan chiqib qopti. Qaraymiz. Listeningdan oldin sizlarga tushuntirishim kerak edi men, qarang. Exam day. Imtihon kuni nima qilish kerak? Imtihon kuni nima qilishimiz kerak bo'lyapti? Shu yerda birinchi qiladigan ishingiz qarang. Birinchi qiladigan ishingiz qarang. You should breakfast. Nonushta qilishimiz kerak bo'lyapti. Masalan, har xil odam bor, ertaman turib nonushta qilmaydi. Ba'zilar bor, ertaman nonushta qiladi, lekin bu zarur narsa, chunki qarang shu yerda the exam lasts 3 hours. 3 soat davom etadi and it requires energy. Va imtihon nima deydi? Energiya talab etadi. 3 soat davom etgandan keyin sizda energiya bo'lish kerak. Uning uchun nonushtani yaxshilab chotki qilib olish kerak. Okay? Undan keyin qarang. Try to arrive to the exam area 1 hour before. Imtihondan 1 soat oldin boraylik o'sha imtihon joyiga. 1 hour before the exam deyapman. Imtihondan 1 soat oldin borishga harakat qilaylik qayerga? Exam areaga, o'sha imtihon bo'ladigan joyga. Okay? Chunki har xil vaziyat bo'ladi yo'lda. Mashina bo'yicha avtohalokat deydimi, shunaqa narsalar sodir bo'lishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Shuning uchun ertaroq chiqib ketishga harakat qilaylik. Okay? Shunaqa gaplar. Keyin yana nima? On the way.
yo'lda listen, yo'lda ketayotgan bo'lsangiz listen something in English deyapman. Listen something in English. Ingliz tilida biror nima eshitib ketinglar. Chunki bu warm up degan narsa bor, qizish. Qizib olishga yordam beradi. Qo'shiq eshitib ketasizmi? Biron bir narsani, xullas o'zi yoqtirgan narsani ingliz tilida eshitib keting. Listening boshlanadi-yu, chunki imtihonda birinchi nima boshlanadi? Listening boshlanadi. O'shaning uchun biror narsa eshitib ketsanglar, ingliz tiliga sal moslashib olasizlar. Okay? Shunaqa gaplar. Examda ham aytdim. The day before the exam buni ham tushuntirib o'tib ketdim. Keyin you should deyapman. Shu yerda you should take your ID card. ID kartangizni olishda esdan chiqarib qo'ymang. ID kartangiz bo'lmasa imtihonga kiritilmaysiz. Okay? Rasmi bo'ladimi, kserokopiyasi bo'ladimi, kirgizmaydi. Haqiqiy imtihonga ID karta bilan kiritiladi, pasporti bilan. Okay? Ruxsatnoma chiqarish shart emas. Okay? It's not important. Ruxsatnomangiz baribir tashlab olishadi buklab. Uni o'rniga ID kartangizni oling bo'ldi. ID kartani o'zi yetadi. Okay? Masalan, birorgilar vahimada voy ruxsatnoma kerak ekan, ruxsatnomasi kirgizmaydi ekan deyishi mumkin, lekin bemalol kiritib oladi. Ruxsatnoma shart emas sefer uchun. Pasport o'zi yetadi. Okay? Shunaqa. Muhim ma'lumotlarni aytib o'tib ketdik. Endi writingni ham tushuntirdim, buni tushundinglar. Answer sheet writingini keyin bu yerda answer sheet o'zini titul qanday bo'yashni o'rgatdim. Shularga e'tibor berib ketamiz ekan. Okay? Shunaqa gaplar. Endi shu yerda nima ko'chib qoldim. Normal turasini tushundinglar degan umiddaman. To'g'ri qilib bo'yaylik. Tumaloqlarni ichini yaxshilab bo'ylarga katta harflar bilan yozishimiz kerak dedim. Okay? Endi kelinglar time management. Vaqtni qanday boshqarish kerak? Qanday biz partlarga ulguymiz? Qanday qilsak vaqtimiz oshib qolishi mumkin? O'zi time management yo'q narsa-da. Aslida o'zi time management yo'q narsa. Lekin 2 ta 3 ta metod bor. Shuni qo'llasanglar bemalol yetadi o'zi. 3 soat imtihonga yetib ortadi-da. 5 minut bo'lsa ham vaqt oshib qoladi imtihonda. Okay? Yaxshi tayyorlangan bo'lsangiz imtihongacha 5 minut, 10 minut vaqt oshib qolishi mumkin. Buning uchun qaranglar, shu yerda yozib ketyapman, qarang. When you finish your listening test, copy your answers on the answer sheet deyapman. Listening testingiz tugat bo'ldingizmi, sirazi javoblarni titulga ko'chiraylik. Okay? Immediately deb qo'yapman shu yerda. Immediately. Zudlik bilan testingizni ishlab oldingizmi listeningingizni? Zudlik bilan buni titulga ko'chirib qo'yishimiz kerak. Masalan, ko'pchilik o'ylaydi, "Yo'q, men listening ishlab bo'lganimdan keyin vaqt yetmay qoladi-yu readingga, buni ko'chirgunimcha" deydigan bo'lishi mumkin, lekin bu xato narsa. Ishlab oldingizmi? Masalan, ichingizda shayton bir narsa gapirib turadi. "Yo'q, bo'ldi, readingni ishla, ko'chirmay tur, oxirida ko'chirasan" deydi. Yo'q, listeningni ishlab oldingizmi, sira javoblarni ko'chirib qo'yishga harakat qilinglar. Okay? Chunki vaqt oshib qoladi va bemalol vaqt oshib qoladi. Sirazi ko'chirishga harakat qilaylik listeningda ishlab bo'lganimizdan keyin. Yaxshimi hammasi? So far so good. Hammasi joyida. Okay. Qaranglar. Nima qilamiz ekan? Listeningni ishlab sira javobini ko'chiramiz deyapman. Endi readingga keladigan bo'lsa-chi, readingda qarang. When you finish deyapman, shu yerda qarang. When you finish part 1 2 3 ishlab bo'lganingizdan keyin part 1 2 3 da readingda yozib ketay, shuni ham bir yo'l listening deb tushunolmaylar-da. Readingda part 1 2 3 ko'chirib bo'ldingizmi? Try to copy
then copy the answers on the answer sheet. Javoblarni sirasi ko'chirib qo'yamiz. Part 1 2 3 ishlaganimizdan keyin ikkita part qoladi keyin. Ikkita part qolyapti. 1 2 3 ishlab bo'ldingizmi, sirasi ko'chiring. Допустим, hammasiga masalan part 1 ga o'zi bir 7 ming 8 ming vaqt ketadi topgani. Part 2 ga masalan 15 ming. Part 3 ga masalan 30 minut ketar. Shuni sirasi ishlab olinglar. Part 1 2 3 ishlab bo'ldingizmi, sirasi javoblarni ko'chirib qo'ying. Okay? Qiynalmasda shunda, xavotir olmaysiz. Ularni ham ko'chirib yuramanmi keyin oxirida deb. Part 1 2 3 ishlab bo'ldingizmi, sirasi ishlab qo'ying. Masalan, keyin sizda 20 minut vaqt qolyapti. O'sha 20 minutda part 4 bilan part 5 ga sarflaysiz. Qarang. Part 4 ga kelasizmi? Qarang. When you find the answers, part 4 da javoblar topishga javoblar topyapsizmi? Birma-bir o'shani ham copy then on the answer sheet. Bitta topyapsizmi javoblarni sirasi ko'chirib chiqing. Bir javobi chiqdimi, ko'chiring titulga. Ikkinchi javobi chiqdimi, ko'chiring titulga. Uchinchi chiqdimi, ko'chiring. Shunaqa qilib ketsanglar yaxshi bo'ladi. Okay? Vaqtni bemalol boshqara olasizlar. Shunaqa qilib bitta topdingizmi, ko'chirasiz, ikkita topdingiz, ko'chirasiz. Shunaqa qilib ko'chirib ketsanglar foyda bo'ladi. Endi part 5 ga keladigan bo'lsak, 5 minut, 10 minut vaqt qoldi deylik. 5 minut vaqt qoldi deylik. Mana masalan, part 1 da ham xuddi shunaqa. One answer bo'lyaptimi? On the answer sheet. Copy bo'lyapti mana. Copy ko'chiramiz. Keyin yana bitta one answer bo'lyaptimi? Buni ham copy qilamiz. Sirasi bitta topib ko'chirib ashana qilamiz. Aytaylik bo'ldi, endi vaqtingiz tugab qoldi. Nima deydi? Imtihonga masalan ikkita javobni topa olmadingiz deylik, part 5 da. Masalan, oxirgida mana multiple choice savol topa olmadingiz. Ikkita multiple choice bo'ladi-yu part 5 da. O'shani topa olmadingizmi, bo'ldi. Yetadi endi shu yergacha keldingiz. Shu yergacha ishladingiz, titulga ko'chirdingiz, hamma narsa yetadi. O'sha ikkita javob kamayib qolsa ham C1 bo'lib, nima deydi? C1 bo'laveradi. Agarda to'g'ri topgan bo'lsangiz javoblardigina. Okay? Ikkitasi masalan C1 ni bitta qilib qo'ymaydi. Okay? Qolganlardan to'g'ri topganmisiz, ishonchingiz komilmi? Bo'ldi, yetadi. O'shanda ham C1 chiqaradi javobi. Okay? Shunaqa bemalol chiqadi. Faqat to'g'ri ishlagan bo'lishingiz kerak. Ikkita javobni o'ylanib o'tirib qolmang demoqchiman bu gapim bilan. Bemalol javoblar chiqadi. C1 chiqadi, to'g'ri ishlagan bo'lsangiz. Shunaqa gaplar, time managementda shunaqa qilamiz. Shu esdan chiqmasa, masalan, Abror aka rahmatulloyev ham biz o'sha Cambridge Schoolda, ya'ni o'sha Farg'onadagi maktabda o'qib yurganimizda bizga ham shunaqa deyardi. Readingda 1-2 ishlab bo'ldingmi, sirasi copy qil uni. 4 ga keldingmi, bitta javobini topdingmi, uni ko'chir. Part 4 ikkinchi javobini topdingmi, ko'chir. Part 5 ga keldingmi, 5 minut vaqting qoldimi, bitta topib ko'chirib qo'y. Ikkita qolib ketib qolsa xavotir olib yurma deyardi. Sizlarga ham xuddi shuni aytyapman men mana. O'zim o'rgangan narsani. Shu paytgacha qo'llaganman, masalan, vaqtim bemalol oshib ham qolgan. Javobini topgan bo'lsam. Okay? Shunaqa. Shunday qilaylik. Time management shuni boshqarishimiz kerak vaqtda. Okay? Shunaqa. Menimcha qiyin emas. Bemalol eplab chiqsak bo'ladi. Xo'p, darsimiz shu yerda yakuniga yetadi. Kerakli ma'lumotlarni aytib o'tib ketdim. Exam advice shundan bog'liq edi. Shunaqa qiladigan bo'lsak, biz hamma narsaga ulguramiz. Okay, xavotir olmaymiz. Bemalol ulgursak bo'ladi. Sentyabrdagi maktab topshiruvchilar uchun bu mana shu dars bo'lyapti, exam advice. Okay? Odatda o'tmardim exam advice. Bugun mana ko'rdik, guvoh bo'ldik. Shunaqa gaplar bo'lyapti. Titulda muhimi xato qilmaylik. Hamma narsani titul hal qiladi. Okay? Titulda xato qilmaylik. Iltimos.